Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Insonni yaxshi uxlashi insonni umumiy ahvoliga, immunitetiga, kayfiyatiga, mahsuldorligiga, ruhiy muvozanatiga foydadir. Bir savolga javob beraman. Insonning uyqusi buzilsa, inson yaxshi uxlamasa, bu uni tana vazniga qanday ta'sir ko'rsatadi? Javobimiz quyidagicha. Insonda uyqu buzilsa, inson tanasida grelin degan moddani ishlab chiqarilishi ko'payadi. Buni natijasida esa insonda ishtahasi ochilib ketadi. Inson ko'p yeyishga o'tadi. Ko'p yeyishga o'tdimi insonning tana vazni oshadi. Demak, uyqusizlik natijasida insonda semirish paydo bo'lar ekan. Semirishga olib kelar ekan. Men buni sizga nauka, fan nima degan bo'lsa, shu fan aytganini tasvirlab, chizib, ko'rsatib, tushuntirib berdim. Sizda agar uyqusizlik problemasi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Uyqusizlikni eng ko'p tarqalgan bir nechta sabablari bor. Nevroz, depressiya bo'lishi mumkin yoki bezovta oyoqlar sindromi, смена часовых поясов, sindrom obstruktivniy apnoezna. Surunkali holatda esa birinchi o'rinda surunkali neorganik reflektor uyqusizlikdir. Murojaat qilasiz, siz bilan ishlaymiz. Sog'ayib ketishi albatta mumkin. Rahmat. WhatsApp, Telegram nomerlarimiz videoning ostida bo'ladi nasib.